Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Navkat qishlog'idan, ya'niki o'zimizning xonadondan mana shu buqamiz tortib, tirik vazni qancha bo'lgani, shuni video syomkasini tayyorlagan edik. 4-sentyabr kuni mana bugun an'anaga muvofiq bir oydan keyin tortamiz dedik. Bugun tortib ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Undan tashqari ko'pchilik ratsion haqida ham so'ragan ekan. Ratsionni ham aytib ketamiz. Ratsionlar nima beryapmiz? Keyin bugun bir 3 ta molni tortib, bir tekshiruv o'tkazib, obunachilarga so'rov o'tkazib ketamiz. Qanday bo'ladi bu? Mana shu katta buqa hozirgi kunda necha pul bo'lyapti? Taroziga necha pul bo'lyapti? Ha shunaqa. Keyin o'rtancha buqani, keyin kichkina buqani. Keyin qaysi buqani boqsa foyda ko'proq bo'ladi. Mana shu mavzuni olib chiqamiz. Akalar, bittadan laykni bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Videolarni boshladik. Qiziqqanlarga hop bir ikkita yaxshi sigirimiz sotiladi. Ma'qul kelganlarda narx-navosini aytmaymiz. Ko'rib aloqa qilsalang, xudo xolasa telefonda gaplashaveramiz yoki kelib ko'rsalang ham kelishilaveradi. Hurmatli obunachilar, mana mishkavoyimizni bugun tortamiz. 4-sentyabr kuni tortilgan edi. Xudo xolasa shundan bir mana shu o'zi har doimgi yeydigan sigirlarni yeydigan ozuqasini yeyapti. Hozir 10 kilo yem beramiz bunga. Ertalab 5 kilo, kechki payt 5 kilo. Ikki mahal yem yeydi. Metlarni ham bir ko'rsatib qo'ying. Bo'yin soqolarni. Operatorga ham like bosib qo'yinglar dedi. Hop, bo'lmasa olib chiqib tortamiz. Qani, bismillah. Tayoqni berib oling. Beshta oching. Bir oy deganda ko'kraklar katta sahnaga chiqyapti. Orqasidan o'tib oldi. Xo'sh. Tarozini 0-0ligini ko'rsatib qo'ying. Shunday shunday. Oldiga o'ting. Torting. Nega? Qani, bismillah. Taxminlar qoldirib turamiz. Ushlab turing. Bobirjon urvar orqasidan. Sana erkalar, hop. Ko'p yurib ketmasin. Ayağı to'lishdi. Bo'ldi, o'tib ketmasin. Qo'yib yubordi. Necha kilo chiqdi? Xushnudbek necha kilo chiqdi? Ha? Bo'ldi, qaytaramiz.
Hop, mana hurmatli obunachilar, 900 qancha chiqdi? Hop, 987 kilo chiqdi. Bugun xudo xolasa bir tonnani ko'ramiz yo'dik. Nasib qilmagan ekan. O'tgan safar 946 kilo chiqdi. 46 bo'lsa 56, 66, 76, 86, 90 qancha? 41 kilo. Qancha qo'shibdi? Kommentariyaga yozib qo'yamiz hozir. 900 mana hozir katta bo'lganda kilo yaxshi qo'shmang deganlarga ko'rsatib qo'yamiz. Undan tashqari hozir kichkina novvoslarni ham olib chiqamiz. O'tgan safar tortilgan u buqalarimiz ham bular kuniga qanchadan qo'shyapti. Lekin kuchli rejimda boqilgani yo'q. Mana sigirlar ichida yurib shu holatiga. Lekin yuvoshligi sementallarni yuvosh ekan. Mana shu tarafiga bilan laykni bosib qo'yamiz. Navbatdagi mana shu 4 tasini olib kelgan edik. Mana 1, 2, mana bu yerda 3, mana 4. 4 talasini tortgan edik. Ha. Aylantirib ko'rsatib qo'yingda bo'ladi ham. Xudo xolasa naslga so'ragan akalarga bo'lsa mana shular sotilaveradi. Mana o'sini bittasini olib chiqib tortib ko'ramiz hozir. Necha kilo ekan bu? Kilosi bor buni. Kilosini faqat ko'rib aytib yuboraman-da. Hozir esimda yo'q qancha chiqqan. Keyinlar yigitlar navas turinglar chiqing. Eshityotinglar. Mana tayoqqa hop ketdi. Mana orqasidan. Tarozni yoqib o'chiring. Tarozni o'chirib yoqib yuboring. Nol holatiga keltiring. Videolik. Hop, ket. Xushudbek, sen ushlab, daru chaqqan o tarafdan tortib. O'tma ya. Hani 0 mi? Ketdi. To'xtang. Qo'l tekizmay turing. 0 mi? Ketdi, 0. Taxminlar qoldirib turinglar, hech kira chiqar. 300. Hay. Qimillat mekin. 90 to'xtadi. 390. Voy, zo'r qo'shibdi bu. 290. Voy. O'siydigan narsa tez qo'shadi-da, hurmatli obunachilar. Kichkina narsa. 390 kilo bu. Oldingi kilosini yozib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, hozir o'sha tekshiruv qilamiz deganimizga mana bitta buzoqchani tortib ko'ramiz. Bitta boqmadi, bitta katta buqani. Hozir buni buqachamiz tortib ko'ramiz. Xo'p, 18-iyulda olib kelganman men ona bola holatida. Bu shu bir haftalik bo'lsa kerak, 10-iyullarda tug'ilganda. Keyin bitta mana ko'rsatib ketay, mana buzoqchalar uchun qo'ra qildik. Kimgadir agar kerak bo'lsa mana shunday qo'ralarni buni ko'rsatib ketamiz. Ho. Kel. Polvon, ket. Buni tortamiz hozir borib. O'chirib turaverasiz, taroziga borguncha tarozini olib ko'rsatamiz. Buni shoxlarini kuydirib tayyor qilib qo'yganmiz, gibrid buqachamizni. Hop, tort. Tortinglarchi. Tushib turinglar endi. Hop, 119 kilo. 119 kilo. Mana
tarozida turibdi. Buzoqchamiz. Ha. Bo'l, tort o'yna. 6 kilodan sut ichyapti har kuni. Qani? Tortdik. 119 kilo, ha? Yoshlar ko'raychi. Yoshlarga ham like bosib qo'ysizlar. Hurmatli obunachilar, mana shu yerda mana hop sut uchun berishda oldin qo'lda berardi, juda qiynalardik. Mana shunaqa narsalar o'ylab topdik. Ko'rishingiz mumkin. Ikkala tarafiga 6 ta buzoqcha, 3 ta buzoqcha bu yoqda, 3 ta buzoqcha bu tarafida. Hop, mana semental unajinchamiz. Buni ham xudo xolasa ko'rsatib ketamiz. Kelasi anavlarda tortamiz buni ham. Tug'ilgan kuni ham aniq. Shoxlarini kuydirib qo'yganmiz mana. Hop, shunda 119 kilo vaznga yig'ibdi. 10-iyul bo'lsa, avgust, sentyabr, oktyabr. Oktyabrda 10'ida rost mana 90 kunlik bo'ladi ekan. Qo'shuv yaxshi shekilliga bilganlar yozib qo'yamiz, qanchadan qo'shish kerak. Bir katta fermaga borganimda 2 oylik holati 80 kilo bo'lish kerak diyordi. Demak, bizniki ham normada ketyapti shekilli menimcha. Hali 3 oy bo'lgani yo'q. 3 oyda xudo xolasa yana qo'ysa kerak. Nima yeyapti deganlarga sut ichyapti, sutdan tashqari mana shunday o'zini buzoqchalar uchun maxsus yemi bor. Kam hashak beramiz. Kam. Ko'p hashak berganimiz yo'q. Silos berganimiz yo'q. Mana shu yem, oldida suv. Suv 1 soat oldin, sutdan oldin olib qo'yadi, 1 soat keyin qo'yiladi. Sut berishdan oldin olib qo'yiladi-da. Hurmatli obunachilar, mana buqalar tortib bo'ldik. Endi hop, sarhisob qilishga keldi deydi. Sarhisob qilishga mana hozir Oman naslda yuribdi hurmatli obunachilar bu buqamiz. Shu holatiga yaxshi qo'shibdi vazn. Qarang. Buni asobiy maxsus yemga tashlangani yo'q hurmatli obunachilar. Buni hozir nimalar beryapmiz, buni ham ko'rsatib ketamiz. Qiziqqanlarga mana sigirlarni ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Mana shtagilar bo'g'oz, 6 oylik bo'g'oz, 2,5 oylik bo'g'oz. Bu ham 1 oydan o'tdi bo'g'oz. Hop. Abi, unajillar olib keldik, bular qo'yib qo'ydik ikkalasini ham. Nasib qilgan bo'lsa, Xudo xolasa bo'g'ozsiz qochib qolgandir. Bahromjon ukamizdan olgan buqamizni Qadrdonga berib yubordik, hurmatli obunachilar. O'zini puliga berdik. Qo'qondan Hoji bobomiz telefon qilib $200 foyda beraman dedi. Sotmayman dedim. Boqamiz yo'dik. Endi bari qadrdon ekanda berib yubordik. O'zini puliga berib yubordim. Hop, mana sigirlarni ham ko'rsatib qo'ying keyin. Bu bo'g'oz va gibrid buqacha mana shuni bolasi, hurmatli obunachilar. Lekin biz bolasini ajratib sog'amiz. Onasini emmaydi. Onasini emmaganini hisobiga mol tez kuyikka keldi. Mana bu kenglikda zagonda yurganini hisobiga tez qochdi. Mana bu ham bo'g'oz. Buni ham olib kelganimizda obunachilarimiz ko'rgan. Rasa arriq mol edi. Juda o't tegmay yonib bo'lib ketgan ekan deyordik mana. Xudo xolasa. Hozir egasi ko'rsa ham menga bering deydigan bu qol. Fransuskiy semental. 6 oylikdan o'tdi, 7-oyga o'tdi shekilli. Bo'g'oz. İçkarida turgan semental buzoqchaning onasi. Semental. 28 litr hozir kunda sut berib turibdi. Mana sigirimiz.
Bu simentalimizdan qochdi. Buni ham bolasi bor edi, hozir bolasi emmaydi. Bu 20 nechtadir sut beryapti. Daftarimizda bor, hammasini suti har kuni yozib boriladi. Hozir qaragandim. Qiziqqanlarga ana shu buqaga qo'yganmiz. Hop, mana gibridimiz. Mana gibrid. Qiziqqanlar aloqa ochib ko'rsa, endi hammasini narxini aytmayman. Telefonda gaplashilaveradi. Hammasi lekin uzi qilingan. Hop, mana bu uzi qilingan. Narigi tarafdagi uchalasi ham uzi qilingan. Mana bu kuyga kelib qolgan, ko'ryapsiz? Hop. Mana hurmatli obunachilar, hozir ratsion haqida gaplashamiz. Oxirida keyin sarf hisobni ko'rib chiqamiz. Nima berilyapti ratsion? Mana shu yem. Tarkibida hamma narsa bor. Hop, endi biz sotib olamiz. Agar yem kerak bo'lsa, Bahromjon degan bolaning nomerini qo'yib qo'yaman, Bahromjon deb. Shunga aloqa ochib ko'rasiz. Endi nima borligini aniq bilmayman. Xo'sh, nima bo'lishi mumkin endi ichida? Semichka, raps shiroti, arpa, bug'doy yorma, novvoslardagida kunjara, tuz, kalsiy, tuxumni po'chog'i. Gap yo'q. Ishqilib hamma narsa bor. Tuxumni po'chog'ini o'zimiz uydan chiqqan tuxum po'choqlarni maydalab solib berib yuboramiz-da. Shunga aytyapti tuxumni po'chog'i deb. Ko'rganini aytadi-da. O'zgarishi yaxshimi buqalarda? Hop. 2 mahallik ratsionda boqilyapti. Ya'ni hop, hozir somonni silosga aralashtirib, o'tga aralashtirgan joylarni hozir ko'rsatib qo'ying. Hop, mana shu drabilkada, ana Dobry drabilkalarda hop, telefon nomeri kerak bo'lsa, necha ekan? 94lik 490 39 33 ga aloqa ochib ko'rasizlar. Chunki drabilkaning nimasi yaxshi ekan? Nargisdan ham ishlatdim. Bundan ko'ra mana busi kuchliroq ekan. Keyin o'ta tez chiqaradi ekan, tez. Mana qarang. Ichida nimalar bor buning ichida? Somon, makka yoki juvara paya, tapga qarab deydi. Keyin mana bunday oddiy silos. Oddiy silos funksiyasiga tarbiya qilibdi. Mana silos, somon makka paya. Mana shuni drabilkada chiqqanini aralashma holatiga keltiriladi. Bu aralashma bo'lgani yo'q, lekin mana shunaqa yerda mana shunaqa holatga keladi. Qo'lga ushlaganingizda o'ta ho'l bo'lmaydi, o'ta quruq ham bo'lmaydi. Namlik darajasi shu holatda bo'lishi kerak. Mana juda chiroyli ekan. Buni qulay tarafi silosni, ya'ni somonni solganingizda katta tezlikda o'zi ichkariga tortib ketadi ekan, aylantirib. Mana shu tarafi qulay ekan, menga yoqdi shu. Tavsiya qilib ketamiz. Mana hurmatli obunachilar, hozir mana shu sigirni o'zim solib ko'rsataman. Ko'pchilik mana temir foyda beradimi deb savol beradi. Shunga atayna temirni qadab ko'rsatib qo'yapti. Foydasi bor ekan. Hurmatli obunachilar, buni ishlatish tartibi oddiy. Beshta teshigi bor. Bosasiz, katta kichik bo'laveradi molga, unaqasiga qarab. Keyin mana bu yerda chovu deydimi, chovuga tiqib ilib qo'yasiz. Mol qimirlamay turaveradi, yuvosh. Qani, bismillah. Mana shu sigirimizni birinchi tuqqanda sog'ish Yahyo Bekov turishimiz ham bor edi. Sog'ish juda qiyin bo'lgan. Buni
sutga to'lamiz ekan. Hozir mana otda zaytun sog'lari, lekin yuganib qolganda shu qo'ymasa qandaydir o'zini oqilib qiladimi? Bunday qilganda gazini qo'shib turadi. Tek turadi. Ana shunga zo'r. Hozir mana shularni ko'rsatamiz. Nihoyatda zo'r. Buni kechqurun biz dimlab, mol sog'amiz, sotamiz deganmiz. Molni kim dimlab sotadigan bo'lsa, molni ishdan chiqaradi. Ya'ni surunkali mashinalar dimlanurdi, mas'ul kasalligini chiqaradi. Ya'ni yeridan suv qochish bo'ladi. Kelajakda sigir brakka chiqadi. Buni doimiy sog'ish kerak. Oziqani zo'r bering, xudo xolasa ketaveradi. Keyin kommentariyada ketdi. Sigirlarga sutini ko'paytirish uchun nima qilish kerak debdi. Sutini ko'paytirish uchun yemni berish kerak-da. Quruq yem bermasdan turib mol bilan yerda bo'lmaydi. Yemni berish kerak, sut olish kerak. Endi yemni qancha beramiz, qanaqa beramiz deganlarga men juda o'ta mutaxassis emasman. Qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Biz ham tayyor aralashma ratsion yem olamiz. Tirik vaznga chamalab turib, mana shu sigirlarimizni 8 kilo chama qilib olganmiz. 8 kilo chamin, 7 kilo chamin. Mana 8 kilo chama qilib, ertalabki yem berish 4 kilo, kechqurungi 4 kilo. Boyagi aralashma holatida silos tashiymiz. Silos tomon yuqori yoki makkaga tarafga qarab aralashtiriladi. Yemni ustiga tashlab aralashtirib qo'yiladi bo'ldi. Erta bilan bir marta beramiz, yem yeyapti. Yemasdan turib shunday beramiz. Buni yedirishga ham ko'p narsa bog'liq. Bir akamiz aytdi, bizni sigirimiz kam sut beryapti, lekin idish katta. Nima qilsak bo'ladi degan. Endi o'zimizning doshimni o'tgan tajribani aytyapman. Kimgadir yoqishi mumkin yoki yoqmashi mumkin. Yoqqan bo'lsa bosamiz, yoqmagan bo'lsa bosamiz. Endi bunaqa bosadigan odamlar demak molga qiziqmaydigan odamlar. Molga qiziqadigan odamlar doim qilashni bosib qo'yadi. Hop. Bir sigirimiz bor edi. Qora ola ko'rsatdim. Mana shu qora ola sigirimiz 2,5 litrdan sut berdi. Bir kun kechgacha nima qilamiz? Kechki payt sog'sak apparatni mehr bilan uraysiz 1,5-2 litr sut beradi. Keyin hayron bo'lib, nima bo'lyapti, qana bo'lyapti, barib izlanish kerak-da. Katta ishni sigir ham sut berishi kerak emas. Bunaqa bir sababi bor, sababini qidirish kerak. Darrov telefon qilib olgan odamga, "Voy, mol kam sut beryapti" deyish kerak emas. Buni sababini qidirish kerak. Keyin yerida ish bor ekan, og'riq bo'lgan paytda sutdan beradi ekan. Bitta og'riq qoldirishga usul qildiradi. Keyin sigirni buzoqchasiga intilib, buzoqchasini ajratgandan keyin buzog'iga mehribonlik qilganmi, buzog'idan sut olib qolish holati bo'ldi. 2-3 kundan keyin buzoqchasini ajratgandan keyin sutni doimiy holatdan ko'proq berdi. Daktarda olib boring, sut hozir shu qora olasiga qancha beryapti deganlar daftar ro'yxati bor. Bu qora olasiga 19 litr sut beryapti. Bugun 19, ertaga 20, 21. Bir xil sut bermaydi ekan. Qaysi bir kuni ertalab vaqt sog'iladi, qaysi bir kuni kechki payt kechroq sog'iladi. Mana shu holatda beriladi. Bu mana shu gibrid. Buni Shog'dor deb yozib qo'yganimiz hozir 16 ta, 13 ta. Mana 3-kesov kuni 29 litr sut bergan ekan. Qolganlari ham zo'r sut beryapti. Endi mana hozir sog'ishdi. Keyin sog'ayotganda mana hozir sut tugab qoldi, ha? Mana tugab qoldi. Kam tushyapti. Mana shu narsaga e'tibor qarash kerak ekan. Bilganimizni tugatib ketishimiz kerak. Olib ketmaymiz. Mana sal bosib tursa, endi sut chiqishini ko'ring. Mana. Ko'ryapsiz? Sigirda sut qolish holati bo'ladi ekan. Chunki mana shuni bosib tursa, iloji bo'lsa lekin g'ishma nimadir qo'yib qo'yish kerak. Tez sog'ib oladi. Lekin sut chiqyapti. Qancha sut boradi.
Tarozimizni topsangiz, boshlaydi yana ichib ko'ramiz. Eng miyaga beradigan narsa mana shu sigir sog'ib, ustini tekshirib, o'lchashda haqiqiy miya dam oladi. Nima to'g'ri? Ko'pchilik aytadi, sigir boqsa yaxshimi, buqa boqsa yaxshimi? Boqqan yaxshi. Qaysini boqsangiz yaxshi. Boqmasangiz yaxshi emas. Boqoring, Xudodan so'rab, Xudo xolasa hammasi barakasi o'zida. Ikkalasidan ham baraka bor. Sut hali ham beryapti. Ancha sog'sangiz bo'ladi. Imkon darajasida oxirigacha so'nggi oxirgisi qolguncha Hojiboy aytgandek sog'ib qop qilish kerakda. Sut ko'radi. Hozir buni sugadi deb chiqarib olsangiz, qancha sut olib ketadi. Keyin sigirni mana shu bak deymiz, bakida sig'imi 30 talik sig'im bo'lsa, buni 3 kun dimlasangiz, shu 30 ta sut beradi. Hech vaqt 90 ta sut bermaydi. Uchun 30 tani to'ldiryaptimi, 15 ta to'ldiryaptimi, 15 tani sog'sasangiz yana tezda 15 ta to'ldiradi. Sigirni ko'p soqqan yaxshi. Ya'ni bir kunda 3 marta soqsangiz, nur ustiga olonur bo'ladi. Qolganini o'chiramiz. Aparat qiyin emasmi deganlarga, aparatni sog'ish qiyin emas. Faqat buni ham vaqtida qarab, bu yerda yog'i bo'ladi, yog'lisini yuvasangiz bo'ldi. Qani? Taxminlar qoldirib turinglar-chi, necha turib berdi ekan. Bismillah. Bugun sal kechroq sog'ilyapti. 00 mi? Ya'ni soat hozir 7:30 bo'ldi shekilli. Qani, bismillah. Bakalım. Lababga qo'ray. 15 ta. Mash baqir 15 kilo. Bunisini qo'yamiz. 0 qilamiz. Bo'lsa deydi. Ana 1.50 16 kiloyu 500. Hop, endi ko'pchilik yozibdi. Tarozida kiloga ko'p chiqadimi, litrga ko'p chiqadimi? Ikkalasi ham teng, hurmatli obunachilar. Faqat kiloda o'lchaganingizda nech kiloligi aniq ko'rinadi. Tarozida ne qarab o'tirasizda 7 litrmikan, 8 litrmikan chama qiladi. Biz daftarda kunda yozib yurganimiz uchun taroziga yozamiz, shuni chiqaramiz, bo'ldi. Mana. Bo'ldi. Hozir tushiramiz, qo'yib yuboriladi. Ketdi. Sigirlar hammasi yaxshi sut beradi. Faqat rejimda vaqtida boqilsa, mana shu sigir ham 20 taga yaqin sut beradi mana shu. Endi buqalarning ratsioniga, hisob kitobiga o'tamiz. Buqalarning ratsioni ham, sigirlarning ratsioni ham bir xil. Ikki xil ratsionda boqilyapti. Mana shu mana buzoqchalar yeb o'pdi o'zi. Hop. Silos somon makapaya juvaripaya aralashtiriladi. Mana bu oziqadan sop. Shuni sop qo'yiladi. Bir 2 soatdan kelsangiz yo'q. Keyin doimiy oldida suv bo'ladi. Mana suv idishi doimiy suv bo'ladi. O'zlari xohlagan payti yeb, ichib, kechqurun ishdan qaytaman. Hop, tungi soat kelgunimcha 11:30 bo'lib ketadi. Namanganga borgan paytim uzoqda qolib ketaman. Yo'lda to'xtab uyqum kelsa, jincha yotib dam olamanda kelib 11:30 shunaqa holat bo'lib ketsa, kelganimda ham mana shu mollar kechqurun 12 tungi 12 birlarda ham masalan turib qaraganimizda suv ichayotgan bo'ladi.
Molda olti do'yimi suv bo'lgani yaxshi. Endi eng oxirgisi sariq hisob degan joyiga. Mana shu buqamizni mana tortdik. Hop, kun sanasi aniq ekan, tortilgan 4-sentyabr kuni. 4-sentyabr kuni tortilgan ekan mana shu buqamiz. Hop, 330 kilo chiqqan ekan mana tirik vazn yozib qo'ygan ekanmiz. O'sha videodan ko'rib yana qayta yozib oldik. Katta buqamiz 947 kilo chiqqan ekan. Hozir katta buqamiz 42 kilo tirik vazn qo'shibdi. Bu kichkina buqamiz 60 kilo tirik vazn qo'shibdi. Endi men videoni boshida ko'pchiliklarga aytdim. Hop, kecha mana shu masalada bir 4 ta odam telefon qildi. Kichkina buqa olib boqsam foydami, katta buqa olib boqsam foydami deb ko'pchilik aytayotdi. Kichkina buqani kilosini mana 119 kilo chiqdi mana shu buqa. Lekin tug'ilgandagi buzoqcha 40 kilo chiqadi. Hurmatli obunachilar, 40 kilo chiqadi. Endi 40 kiloni hozir sementallar trendda bo'lib turibdi. Ya'ni o'rta hisobda hamma bilgandek $1000 deyik. $1000 buzoqcha bo'lsa 12 million deyik. 12 millionda 40 ga bo'ling. Necha kilodan tirik vaznga tushadi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar mana. Endi mana bu buqamiz mana olganimizda 330 kilo. 330 kilo edi, 60 kilo tirik vazn qo'shibdi. Endi bu buqamizni nech pul deymiz endi pulni? Bu buqamizni o'zingiz siz chamayingizda 400 kilolik buqani nech pulga olardingiz? Buni taroziga bermaydi hurmatli obunachilar. Taroziga bergan taqdirda ham biz buni olganimizda mana shu 4 ta buqamizni olganimizda 145 millionga olganimizda 4 ta buqani taroziga tushganda 96 mingdan tushgan quyuq suyuqqa. Uning ichida 470 kilolik nari katta buqa ham bor edi. Hozir u 500 kilodan o'tgandir balki. Tortib qo'yganim yo'q. O'shanda tortilgan edi bular. Shunda 90 qanchadandir 96 mingdanmi shunaqada aylangan edi. Lekin buni o'zini 96 mingdan bermas o'sha paytda. Endi mana hozir 400 kilo bo'libdi. Buni hisobini kalkulyatorga yozib qo'yamiz. Endi ko'ruvchi obunachilar bari hisob kitob qiladigan obunachilar bor. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Endi mana gibrid buqamizni o'rta hisobda o'sha buqani nech pulga oladi hozirgi kunda bozorda? Misol 13-14 million chama qilaylik, ana 14 million chama qilaylik. 14 millionni mana 119 ga bo'ling. Kilosi kelib chiqadi. Nech kilodan? Endi tirik vaznga qaysi buqani olsa foydali degan joyiga men aytib o'tib ketaman. Katta buqa olib boqsangiz tirik vaznga yutaverasiz ekan. Chunki olgan kuningizdan foydaga kirib ketaverasiz ekan. Mana buqalar olsangiz pul kamroq odam mana bunaqa buqa oladi, faqat buni ko'proq olsangiz yutasiz. Ko'proq boqsangiz to'g'ri. Masalan, 1 oy 2 oy boqib sotsangiz foyda qila olmaysiz. Chunki 100 mingdan atrofida olib 65 mingdan sotsangiz plus minus boqqaningiz havoga uchib ketdi hisob bo'laveradi. Buni qachonki shu 65 minglik xonasidan o'tadigan holatda tirik vazn yig'sa, o'shanda sizga foyda keltiradi. Bo'lmasa yo'q. Hop, mana rossiyskiy qiziqqanlarga qo'yib qo'ydik. Bu shvetimiz baraka bo'ldi. Buni olgan edik. O'zimizni Beshariqdan bir ukaxonimiz keldi. O'shanga sotdik. German shvet. Ko'rsatib qo'ying. Qiziqqanlarga mana shu rossiyskiymizlar sotiladi. Mana German shu. O'ta yuvosh ekan. Hozir boqib turibmiz. Molxonasi bitib olsa olib ketadi. Bu tirik vazn 666 kilo chiqqan edi olganimda. 42 million 500 ga sotdim. 666 kilo tirik vazn chiqqan edi. Hozir 700 kilodan o'tgandir balki. Yeyishi zo'r, nihoyatda xo'ramol. Semental katta buqamga qo'yib qo'ydim. Buni nariga hozir videoda chiqqanmiz. Yana boshqa buqam bor edi, o'shanga qo'yib qo'ydik. Hurmatli obunachilar, bugungi videodan ko'zlangan maqsad, asosiy maqsad katta buqa olib boqqan yaxshimi yoki kichkina buqa olib boqqan yaxshimi degan video qildik. Video agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, layklar bosib, do'stlarga jo'natib, o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Zarurat bo'lsa, agar kimdir
taroziga tortib olaman desa, tarozimiz bor. Mana shu buqalarda mana. Mana shu buqani, narigi buqani, bu buqani, bu buqani. Taroziga telefon qilaverasiz, gaplashiladi. El qatori, xudo xolasa 96 mingdan tushgan bizga. 96 mingdan. Balki hozir nech puldan tushgan taroziga tortamiz, ustida gaplashlar. Bizni qanoatlantiradigan narx bo'lsa sotamiz, bo'lmasa buqani boqib hech kim ziyon qilmaydi. Buqani boqaveramiz, xudo xolasa. Mana shu sigaretda. 2,5 litr sut bergan mana sigir boshida kelganda. Hozir salkam 20 litr, 25 litrgacha sut berdi. Hop bo'g'ozga o'tgandan keyin suti sekin kamayadi ekan. Salomat bo'linglar. Manzil Farg'ona viloyati Beshariq tumani Navkat qishlog'i. Xo'p, Telegramdan yozsalaring, manzil lokatsiyalar tashlab beramiz yoki Telegram kanalimizga qo'yib qo'yamiz. Telefon nomerlari 33lik kodi bilan 781 1404, 93lik kodi bilan 427 37 53 raqamlari doimiy xizmatingizda. Imkon darajasida bir marta telefon qiling, ko'tarmasam video syomkada bo'laman, qaytib chiqaman. Hammaga omad, salomat bo'ling.